Belarus 80X texnikamiz sotiladi. Manzillari Namangan viloyati Mingbuloq tumanida, Uychi qishlog'ida ishchi holatda bu texnikamiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dokumentlarda umuman muammo yo'q. Sariq nomerda notariusda ishlaring bitadi. Xo'sh. Yillari 2020. Narxi 170 million ozmos kam bor. Oldlari gidravlika ishlab turibdi. Motorlar umuman asfalt yo'q. Bir kaltka yurib zavod bo'ladi. Karabka zavodmoslari ochilmagan. Umuman ovozlari yo'q. Zo'r holatda turibdi. Bu texnikamizni yurgizib, minib ko'rsatib beraman. Orqa ko'rinishdan holat. Vartoylardan umuman yo'q, bu oqmagan. Yaxshi holatda. Texnikamiz salon qismlarini ham ko'rsatib o'taman. Ishlagan soatlari ham ko'p emas. 1671 soat ishlagan. Ichki salonlari. Texnikamiz shu holatda do'stlar. Texnikani o'z sotiladi. Hech qanaqa qo'shimcha agregatlari yo'q. Texnikamiz yurgizish jarayoni. Zo'r holatda yuryapti. Umuman zatmos kelib keladigan, umuman ovozi yo'q, tovush yo'q edi. Texnikamiz ko'rdilaring, yurishlari va shu zo'r ideal. Ovozlari ham umuman ortiqcha ovoz yo'q. Biror yerda ortiqcha yog'olmagan. Kanalda bitta like bosib, yangilar obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa yaxshi texnikalardan qo'yib chiqarib boramiz.